Xo'jayev. Aha. Yana bitta O'zbekistondan Samarqand. Xo'p, rahmat. Bo'lmasa o'yinga tayyor bo'lsak, boshladik. Marhamat Ravshanbek. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, men sizga poytaxtlarda o'qib eshitiraman, siz davlat tilini topishingiz kerak. Demak, boshladik. Parij. Fransiya. Juda ham to'g'ri. Toshkent. Qayerda? Toshkent. Toshkent, O'zbekiston. Madrid. Ispaniya. Juda ham to'g'ri. Anqara. Anqara. Baku. Baku. Canberra. Canberra, Avstraliya. Abu Dhabi. Abu Dhabi Birlashgan Arab Amirliklari. Riga. Riga, Latviya. Juda ham to'g'ri. Bryussel. Bryussel. Belgiya. Juda ham to'g'ri. Tezroq faqat. Afina. Afina, Gretsiya. Praga. Chexiya. Juda ham to'g'ri. Braziliya. Braziliya. Juda ham to'g'ri. Rim. Rim, Italiya. Juda ham to'g'ri. Buenos Aires. Juda ham to'g'ri. Tabriklaymiz sizni savol javobda bergan tez va zukkorligingiz uchun. Bugungi o'yinimizda g'olib deb topildingiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Fursatdan foydalanib tilaklaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Men shu ota-onamga salom yubormoqchiman. Keyin mana shu ikkita ukam bor. Jahongir Otabekga ham alangali salomlarni aytmoqchiman. Rahmat. Oqshom xayrli o'tsin. Ishtirokingiz uchun rahmat yana bir bor. Sog' bo'ling. Ravshanbek, mana shunday albatta yigitlarimiz bilan muloqotimiz bo'ldi. Mana qo'ng'iroq bor ekan, navbatni beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqshom xayrli bo'lsin. Tanishamiz. Men Zerosina Volidibonu Sog'anodim, rahmat. Volidibonu, siz o'tgan safargi o'yinimizda ishtirok etib g'olib bo'lgansiz, to'g'rimi? Ha, sovg'alarni oldim, rahmat. Men yana bir marta o'ynamoqchiman. Sovg'alarni olib xursand bo'ldingizmi? Ha, rahmat. Bu haqiqatan ham Ha, haqiqatan ham menga. Xo'p, qaysi yo'nalishda o'yinni davom etamiz? Men yo'q o'yinni o'ynamoqchiman. Yo'q o'yinini sizni ogohlantiryapman. Agar yo'q o'yinida yutqazib qo'ysangiz, men bitta bolakayni olib kelganman. Agar siz yutqazsangiz shunaqa kuladi, oxiri kulaverib uxlab qoladi. Shuning uchun u bolani kuldirishga harakat qilmang. Tushundingizmi? Mayli. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, ismingizni nima dedingiz? Volidibonu. Volidibonu necha yoshdasiz? 13 yoshda. 13 yoshda. Qachon tug'ilgan kuningiz? 30-noyabr. 30-noyabr. Meni taklif qilasizmi tug'ilgan kuningizga? Albatta. Xudo xolasa qish kirib keladi, qorbobo bo'lib borsam ham bo'lar ekan, ha? Albatta. Yaxshi ko'rasizmi qorboboni? Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. Sovg'a olishni xohlaysizmi qorbobodan? Tez javob beramiz. Xohlayman. Xohlaysiz. Mana biz rejalashtiryapmiz. Xudo xolasa Ravshanbek bilan nasib qilsa o'sha kunlarga Yoshlar ittifoqi tomonidan yoshlar qorbobosini haligi reja qo'yapmiz. Mana hali oldinda ko'p oylar bor, lekin o'shalarda Xudo xolasa yetkazsa borib sovg'alarni topshirish mumkin. Buning uchun siz she'r tayyorlab turishingiz kerak. She'r bilasizmi? Albatta. Albatta so'zni kamroq ishlating. Yoningizda kim bor? Ayingiz borlarmi? Ukajonim. Ukajoningiz bormi? Ha. Hozir o'sha bolajonning bir kulgusini eshitasiz-da, kulgusini qo'yib beramiz sizga. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana shunday Ravshanbek o'yinlarimiz ham davom etmoqda. Va keyingi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, jon efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqshom xayrli bo'lsin. Tanishamiz. Men Boboni Jahongir. Jahongirjon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Zangiotdan. Zangiotga alangali salom. O'yinga tayyormisiz? Ha? Qaysi yo'nalishni tanlaymiz? Mamlakatlar va ularning poytaxtlari. Mamlakatlar va ularning poytaxtlari bo'lsa, ketdik. Ravshanbek, marhamat. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, boshladik. Men sizga davlatlarni aytaman, siz ularni poytaxtini aytasiz, to'g'rimi? Ha. Ketdik bo'lmasa, Germaniya. Berlin. Ispaniya.
Madrid. Kanada. Kanada. Ottawa. Gollandiya. Amsterdam. Ozarbayjon. Baku. Juda ham to'g'ri. Avstraliya. Canberra. Latviya. Riga. Juda ham to'g'ri. Shveysariya. Shveysariya. Aha. Bern. Shvetsiya. So'g'li. Argentina. Buenos Aires. Juda ham to'g'ri. Daniya. Copenhagen. Juda ham to'g'ri. Qatar. Doha. Xitoy. Serbiya. Qayerda? Serbiya. Belgrad. Polsha. Varshava. Juda ham to'g'ri. Litva. Tez javob beramiz. Tez. Juda ham to'g'ri. Bolgariya. Bolgariya. Aha. Sofiya. Armaniston. Yerevan. Eron. Tehron. Juda ham to'g'ri. Hindiston. Delhi. Bangladesh. Dhaka. Juda ham to'g'ri. Janubiy Afrika. Qayer? Janubiy Afrika. Qidiring. Topolmayapsiz-a? Xo'p, keling sizga bir imkoniyat beraman. Bugungi o'yinimizda siz hozir g'olib bo'la olmadingiz. Oxirgi ikkita savolimizga javob bermadingiz. Men sizga 5 ta yirik shaharlarni aytaman. Dunyodagi 5 ta yirik shaharlarni. Eshityapsizmi? Agar o'sha 5 ta yirik shaharlarni topsangiz, men sizni hozir telefon raqamingizga 10 ming so'm pul o'tkazib beraman. Mayli. Topmasangiz xafa bo'laman. Keyin siz bilan xayrlashaman. Tayyormisiz? Tayyorman. 5 ta shaharda aytaman, qayerda joylashganini topishingiz kerak. Mayli. Ketdik. Urumchi qayerda joylashgan? Urumchi. Urumchi? Ha. Keyingisi. Urumchi. Keyin. Nerede? Topolmadingiz. Keyingisini beraman. Uyg'urda mı? Xitoyda joylashgan, to'g'ri, Uyg'ur. Xo'p. Keyingisini beraman sizga. Ulan-Bator shahri qayerda joylashgan? Ulan-Bator Mongoliyaning poytaxtida joylashgan. Yutasiz. Xo'p, yana bir sizga savol beraman. Petropavlsk qayerda joylashgan? Petropavlsk? Aha. Qozog'istonda. Petropavlsk uchinchisini ham to'g'ri topdingiz, Ro'shanbek. O'ming hali bor, yana ikkita bor. Xo'p, davom etamiz. Yana bir shaharni sizga aytaman. Agar o'sha shaharni ham topsangiz, undan keyin yana oxirgi savol beradi. Yana ikkita shahar qoldi. Tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p, sizga o'sha shaharning nomini aytaman, siz topishingiz kerak. Chuy qayerda joylashgan? Chuy. Chuy? Aha. Qozog'istonmi? Yo'q, xatolik qildingiz. Xatolik qildingiz. Keyingisi o'taman. Yana bir oxirgi shaharni topsangiz, o'yinimizda g'olib bo'lardingiz. Menimcha topolmasangiz kerak. Chiqilib bunaqa joy bormi? To'g'rimi? Chuy degan joy bormi? Chuy bor. Chuy Qirg'iziston Respublikasida joylashgan. Chuy viloyati bor. Qirg'iziston deyishdi. Qirg'iziston deyishdi, qabul qiling deyapman-ku. Oxirgisini aytaman. Tayyormisiz? Tayyorman. Umid yutasiz, bo'ling. Men sizni yutishingiz tarafdoriman. Ro'shanbek menga qarshilik qilyapti. Xo'p, sizga oxirgi shaharni aytaman. Siz o'sha shaharni topishingiz kerak bo'ladi. Yirik shahar lekin, juda ham katta shaharni aytaman sizga. Tayyormisiz? Tayyorman. Bo'ling endi umidni deb rosa o'ylandingiz. Xuroson. Qayer? Xuroson. Xuroson? Ha, Xuroson shahri. Tojikiston? Yo'q, adashdingiz. Afsus, adashdingiz. Qayerda? Xuroson Eron Islom Respublikasida Hozir ham bormi? Xuroson hozir ham bor. Xuroson shimoliy, Xuroson janubiy bor. Rahmat qo'ng'iroq uchun, lekin salom va tilaklaringiz bo'lsa marhamat yetkazishingiz mumkin. Alo. Men namozlarga Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun sog' salomat bo'ling. Xuroson viloyati mana.
mana internetdan kirib ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Bor ekan Tolib aka, Xorason Eronning shimoliy sharqiy qismida joylashgan ekan. Albatta, mana aytdim-ku, men hozir o'sha bola yutishi mumkin edi va keyingi qo'ng'iroqda qabul qilamiz. Tayyormizmi? Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Ayshamiz Qamar, hech qo'ng'iroq qilishdan charchamaydi-da. Tuzimisiz? Yaxshiman, o'zingiz. Rahmat. Qaysi yo'nalishda o'ynaymiz? Mamlakatlar va ularning poytaxtlari. Buning ichida yana qo'shimcha bo'lib, yirik shaharlar degan loyihasi ham bor. Yirik shaharlarni ham topishingiz kerak. Agar yirik shaharlarda, mamlakatlar va ularning poytaxtlarida g'olib bo'lib, undan keyin yirik shaharlar o'yinida 5 ta shaharda men aytaman, unga javob bersangiz, telefoningizga 10 ming so'm pul tushirib beraman. Ha, rahmat. Davay, mamlakatlar bo'yicha o'shanday boshlaylik. Demak, boshladik. Malayziya poytaxti. Nima? Tilingiz bormayapti, lekin aytib turishdi. Xo'p. San Marino. Janubiy Afrika poytaxti. Afsus, keyingisiga o'tolmayman. Siz bilan shu yerda xayrlashamiz. Keyin ikkinchi imkoniyatni beraylik. 5 ta yirik shaharda aytaman, agar topsalar 10 ming pulni beraman. Hozir o'tkazib beraman. Birinchi nimani yutishsin, keyin ikkinchisiga o'tamiz. Xo'p, bunday bo'lmasa Rovshanbek uchun rahmat. Siz menga qarshilik qilyapsiz, mayli. Rahmat. Sog' bo'ling. Rovshanbek, to'g'risini aytsam, haligi bolani yutishni juda ham xohladingiz. Lekin men shu o'timda pulim bor edi, o'tkazib berardim va keyingi qo'ng'iroq bilan davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli oqshom, tanishamiz. Rahmat. Sizga bitta savolim bor. Eshitaman, aka tanishimni deyman-da mana, Valijon, sizni taniyman, markazdan qo'ng'iroq qilyapsiz. Valijon, sizga bitta savolim bor. Mana bundan oldingi soatimizda jonli efirimizda Shukrona deb nomladingda. Siz o'shani tomosha qildingizmi YouTube'dagi tarmog'imizda? YouTube'dagi kanalimizda. Aka ko'rdim, hammasini masalaga bilan juda bir ta'sirli, zo'r gaplar bo'ldi. Hammasini ko'rib, eshitib, yoshlar shouini kutyaptim. Birovlar uni mazah tomosha qilmadi, endi yoshlar shouini imkoni bo'ldi, zo'rab tushdim o'zim. Shunaqa qilish uchun mehnat qilish kerak-da. Markazdan turib qo'ng'iroq qilib tusholmasangiz uyat. Xo'p, o'yinga tayyormisiz? Albatta, bilasiz-ku, men hali o'yinga olmayman. Shu efirimiz boshlangandan beri Navbatni kutaman. Xo'p, noumid shaytonaga men yutishni harakatini qilaman. Demursatlik bir ukamiz telefon qilib, prosa yutqazib oxiri yutdilarda. Sizga ham omad tilayman. O'yin shakliga tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ha, aka, bitta gap. Mikrofonga yaqinroq gapiring. Bo'ldi. Telefonga. Bo'ldi, mana yaqinroq gapiryapman. Siz meni eshitayotgan bo'lsangiz, yaqinroq gapiryapman. Boshlandimi o'yin? Boshlandi. Xo'p, hozir yana ko'chada bo'lsangiz kerak-a? Albatta, aka. Albatta, ko'chada albattani kamroq ishlating. Nima? Hozir bir gapni eshitib qoldim, shu gap rostmi? Qanaqa? Siz hozir ko'chadaman deb menga ligi gapirdingiz, lekin ovozingiz ko'chadaligini bilinmayapti-da, ichkaridaligingiz bilinyapti. Siz meni aldamadingizmi hozir? Unaqa emas. Qayerdasiz? Ichkaridamisiz? Ko'chadaman. Tashqaridamisiz? Tashqarida. Ha, tashqarida, ichkarida, shunaqami? Yo'q, nima? Qanaqa bo'lmasa unaqa bo'lasiz? Ko'chadaman. Ko'chada nimaga meni aldayapsiz? Ko'chadaman deb, hozir ichkaridaman dedingiz-ku. Ichkaridaman demadim. Tashqaridamisiz? Tashqarida. Xo'p, sizga savolni berishda davom etaman. Hali imtihonga tayyorgarlik qanday ketyapti? Alo. Aloqadamisiz? Alo. Aloqadamisiz? Ovozingiz kelmayapti. Aloqadamisiz? Ha, eshityapman.
Alijon, hozir jonli efirdagi yozuvlarimizni mana bir jijjicham bor edi. Yo'q, xatirlik qilganim yo'q. Nimaga degani, menga oziz eshitilmadi. Yonimda Ravshanbek bor edi. Musiqa bezakchimiz ham biz Yo'q, haqiqatdan ham oziz kelmadi menga. Oziz rost. Men endi eshitilyapti deb gapiryapman. Savol yo'qda haydi. Sizga rahmat, yana bir harakat qiling, ishingizga omad tilayman. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Ravshanbek, mana shunday qo'ng'iroqlar ham bo'ldi, to'g'risini aytadigan bo'lsak, va keyingi qo'ng'iroq egasini qabul qilishga harakat qilamiz. To'g'ri bo'lsak, keyingi qo'ng'iroq egasi 8969 raqamidan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir siz gapirib turuvdingiz, Demursatning ukam. Rahmat. Tuzimisiz? Yaxshi, rahmat. Yana g'olib bo'lishni xohlaysizmi? Alo. Qaysi o'yinda o'ynaymiz siz bilan? Bugun mayli. Ovozingiz yaxshi kelmayapti. Siz telefonga bir qanaqadir yaxshi joylashilmagansiz, ovozingiz yaxshi kelmayapti. Yo'q. Tayyormisiz? Tayyormisiz o'yinga? Ha. Bo'lmasa boshladik. Ismingiz nima dedingiz? Dilyor dedingizmi? Yo'q. Diyorbek. Ha, Diyorbek, ha? Dilyor emas-a? Yo'q. Yo'q deb qo'ydingiz. Sizga kayfiyatingizni, a'lo kayfiyatda tilab qolaman. Yana bizga qo'ng'iroq qiling. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Mana shunday haqiqatan ham bizda ovozi haligi Valijon akaning ovozi yaxshi kelmagan sababi bizda mana o'chib qolgan ekan va keyingi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Harakat qilishadi. Ravshanbek telefon qilib bizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz yoshlar showida tanishamiz. Ismi sharifingiz, kim, qayerdan qo'ng'iroq qilyapti? Ahrorov Alisher. Ahrorov Alisher. Kayfiyatlar yaxshimi? Ha, yaxshi. O'yinga tayyormisiz? Tayyorman. Qaysi yo'nalishda o'ynaymiz? Yo'q o'yin. Yo'q o'yin. Agar yutqazib qo'ysangiz, jajji bolacha rosa kuladi. Harakat qiling, qarsaga olishga tayyormisiz? Nima qiling? Telefonni nari oling, o'yin kelyapti. Qanaqa ovozim yomon boryaptimi sizga? Ha. Hozirchi? Endi yaxshi. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, boshladik. Ismingiz Alisher dedingizmi? Shunaqa. Necha yoshdasiz? 30 yoshda. 30 yoshda uylanganmisiz? Uylanganman. Yana uylanishni xohlaysizmi? Xohlayman. Nechta bolangiz bor? 3ta. 3ta. Bu gapingizni uydagilar eshitsa nima deb o'ylaydi? Bilmayman. Hech kim eshitmayaptimi siz hozir? Tushunmadim. Hech kim eshitmayaptimi sizni deyman? Alloh. Hech kim sizni eshitmayaptimi hozir ovozingizni? Eshityapti. Qo'rqmaysizmi uydagilar eshitib qolishidan? Qo'rqmayman. Rostdan. Nimaga xafa bo'lish yo'q-a, biz uydagilarga aytib qo'ysak, shunaqa o'g'lingizni yoki eringizni ikkinchi marta uylanish niyati bor desak, xafa bo'lish yo'qmi? Xafa bo'lmayman. Rostdan. Ogohlantirmadi demang keyin. Unaqa deyman. Unaqa demaysiz. Siz bunaqa deb hali boshni qotirmang-da, menga qarang. Siz men savolga qatorgatim yo'q. Bizni boshimizni qotirmaysiz, siz qotirmaysiz. Siz meni boshimni qotirmasangiz, men sizni boshingizni qotirib, o'sha ichingizda yashirinib turgan, tilingiz tagida yashirinib turgan yo'q degan sizni so'zni tashqariga chiqardim. Qo'ng'iroq uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Bugun Tolbaga tug'ilgan kunini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz bor ekan. 26-maktabdan Eraliyev Farruxjon. Keyin bizda bir volontyorimiz bo'lardi. Shoqirxon degan G'arbda. Bugun ikkovlarini tug'ilgan kunlari ekan, fursatdan foydalanib ularni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbdan tabriklab qo'yamiz. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, ilohim 100 ga kiring, 100 dan keyin yana yashash, abiralar ko'rish nasib etsin va keyingi qo'ng'iroqda qabul qilamiz. 74-38. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin, tanishamiz. Mana Iqboljon Chashmadan. Iqboljon, yaxshi qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Xo'p, kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r, rahmat. O'yinga tayyormisiz? Albatta. Yo'q, qaysi birini xohlasangiz, ha yo'qni xohlamasangiz yo'q qani. Farqi yo'q menga.
Bo'pti, boshladik. Boshladik. Demak, o'yin shartlariga tushunasizlar, bilasiz o'yin shartlarini. Ha, o'ynaganmiz, xayrli bilan. Xayr yo'ldoshi bilan o'ynagan bo'lsangiz, Tolibjon Ibrohimov bilan endi o'ynayapsiz, ha? Xudo xohlasa endi birinchi marta. Xayr aka, bizni aziz insonimiz, ustozimiz, So'xli yoshlar kanaliga a'zomisiz? Albatta, kuzatib boramiz. Xo'p, bo'lmasa tayyor bo'lsangiz boshladik. Ismingizni nima dedingiz? Xayr dedingizmi? Iqboljon. Iqboljon, necha yoshdasiz? 24. 24. Hozir 26 dedingizda, mana aldab qo'yasiz. Nima qaramadim? 24 mi 26 mi? 24. Nechinchi yilsiz? 95, 1995. 1995-yilda tug'ilgansiz. Menimcha bahorda tug'ilgan bo'lsangiz kerak-a? Yo qishdami? Xuddi shunday. Qaysi birida? Qishdami? Qishga yaqin. Qishga yaqin bahorda. Shundaymi? Kuzda shekilli. To'chna qishda. To'chna qishda. Xo'p, sizga savolim bor. Uylanganmisiz? Albatta. Nechta farzandingiz bor? Bitta. Bitta bilan shu bilan bo'ldimi? Nimaga haligi Xudo xolasa davom ettirish kerak. Endi Xudo xolasa o'g'ilmi, qizmi? Qiz. Qiz. Xudo xolasa o'g'illi bo'lsangiz, ilohim, mana shu yaxshi kunlarda niyat qilyapmiz. O'g'illi bo'lsangiz, sunnat to'y qiladigan bo'lsangiz, men bilan Ravshanbekni to'yga taklif qilasizmi? Shunday, albatta. Albatta, Xudo, albatta degan so'zni kamroq ishlating. Men o'g'lingizni ismlarini nima qo'ymoqchisiz? Kelajakda endi reja bo'ladi-yu, masalan, ish reja bo'ladi, masalan. Ismlarni nima qo'ymoqchisiz? Ha. Endi Hali o'ylab ko'rmadingizmi hali? o'ylab turganim bor edi. O'ylab ko'rganingiz bormi? Ismini Musavvir qo'yaman. Nima? Musavvir. Musavvirmi? Ma'nosi nima musavvirda? Musavvir doktor o'qiganman. Degan Iqboljon, sizga savolim bor yana. Xayrulla Yo'ldosh bilan o'ynaganman dedingiz-a? Xuddi shunday. U bilan o'ynash bilan bizni o'ynashda qanaqa farqi bor? Tezroq. Farqi unchalik katta emas. Farqi unchalik katta emas, juda ham katta farqi. Men aytib berayman. Aytib beringchi. Ishonasizmi men aytganga? Eshitib ko'rsangiz. Tezroq faqat. Bizga Xayrulla Yo'ldoshga telefon qilish juda ham qimmat, bizga telefon qilish juda ham arzon. Oldin qimmatlagan Xayrulla Yo'ldoshga o'qish paytida telefon qilganmiz. Hozir arzonmi? Hozir gaplashmaganmiz. Turishlayapmiz. Xayrullo Yo'ldoshev bizni So'xli yoshlar kanaliga qo'ng'iroq qilishni xohlaysizmi? Albatta, u vashi turtrik bo'ladi-yu. Men sizga va'da beraman, Tolibjon Ibrohim, va'da beraman. Siz So'xli yoshlar kanalini kuzating. Hozir lekin efirdan chiqib qo'ng'iroq qilsam qanday bo'ladi, lekin yaqin kunlarda Xudo xohlasa So'xli yoshlar kanalida Xayrullo Yo'ldoshev bilan Tolibjon Ibrohimov ha-yo'q o'yinni o'ynashadi. Men va'da beraman mana shunga. Rahmat. Xursand bo'lasizmi? Juda ham. Xursandmisiz hozir? Xursandman. Mana bu olqishlar siz uchun. Rahmat Murodjon, salomatliklaringiz bo'lsa marhamat. Salom butun So'xli abituriyentlar, butun salom, hammaga omad. O'qishga kirib olishsin, hamma uchun qattiq o'xshagan bo'lsa, hammaga omad tilaymiz. Rahmat Murodjon. Shuncha 500 ta kvotani eklab hammani kirib ketadi. Rahmat, sizga omad tilayman. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Bo'pti, rahmat. Sog' salomat bo'ling, sog' salomat bo'ling. Keling, Ravshanbek, mana shu yerda Xayrullo akaga agar efirda bo'lmasalar, jonli efirda bo'lmasalar, Xayrullo akaga qo'ng'iroq qilamiz. Agar telefonlari o'chiq bo'lmasa, Ungacha YouTube tarmog'imizda juda ham ko'plab odamlar yozishibdi. xo'p, mana qani Xayrullo aka ruxsorga terib qo'ydik. Mana oxiri 50 tur. Hozir mana Xayrullo akaga telefon qilamiz. Agar tusha olsak, jonli efirda bu kutilmagan surpriz bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Xayrullo aka mana ruxsor deb yozib qo'ydim. Mana chaqiryapti. Bu kutilmagan. Agar qo'ng'iroqqa javob bersalar. Balkim jonli efirda bo'lishlari mumkin. Mana hurmatli tomoshabinlar, Xayrullo aka ruxsor deb yozib qo'yganmiz. Hozir ular ham jonli efirda bo'lishlari mumkin. Lekin yana bir harakat qilib
beramiz. Xo'p, marhamat Ravshanbek, davom etamiz. YouTube tarmog'ida bizni kuzatayotganlar yozuvchi. Jicha men tomonga qarab qo'ying. Men o'sha vali bo'yni mana qayerdan bor meni. Qo'ng'iroqni qabul qilaylik, keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Oqshom xayrli bo'lsin, tanishamiz, ismi sharifingiz? Shahzodbek Yoqubjonov, Temurtay mahalla. Shahzodbek, oqshom xayrli bo'lsin. Temurtay akaga alangali salom. Tayyormisiz o'yinga? Tayyorman. Qaysi yo'nalishda o'yin o'ynaymiz? Qaysi yo'nalishlar taklif qiling? Hayot o'yini bor, davlatlar va ularning poytaxtlari bor, aralash-quralash bor, sport olami bor. So'x tumani haqida ham bor. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, hozir siz bizni YouTube'da tomosha qilyapsizmi yo So'xli yoshlar Telegram kanalidamisiz? Hozir YouTube'da Shukron dasturini tomosha qildik, keyin Kutilmagan bo'ldi. Shukrona dasturini tomosha qilib sizga ma'qul bo'ldimi? Mana ustozni taklif qildik bugun biz. Ma'qul bo'ldimi Shukrona dasturi sizga? juda ham ma'qul bo'ldi. Shu sifatdan foydalanib, kattakon minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Rahmat. Kelajakda kelgusi dasturlarimizda kimni taklif qilishni xohlardingiz? Agar qo'limizdan kelsa, biz albatta studiyamizga taklif qilamiz. Albatta ham Ravshan Mo'min degan ustozlarimiz bor, Amro'g'u Ilhom va shularni taklif qilishlarini iltimos qilib qo'yardik. Xudo xolasa, kelajakdagi dasturlarimizda albatta taklif qilamiz. Demak, So'x tumani haqida ketdik. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Tayyormisiz? 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 Tayyorman. Sektordagi mefelarni aytaman. O'shalarni topishingiz kerak. Masalan, sizga yana bitta savol. So'x tumanida nechta mahalla fuqarolar yig'inlari bor? 28 ta. So'x tumani yo'q, adashyapsiz. Bitta xatolik qildingiz, yana bir xatolik qilsangiz siz bilan xayrlashamiz. 27 ta mahalla bor. So'x tumanidagi birinchi hokim. Avval So'x tumanidagi birinchi hokim. birinchi Obidjonov. Obidjonov, to'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. So'x tumanining hozirgi kundagi aholisi soni 80 mingdan ortiq. endi 100-80 mingga yaqinroqmi yo o'tdimi? 80 mingdan ortiq. Xo'p, davom etamiz. So'x tumanidagi 3-sonli Idun qayerda joylashgan? Qalakan mahalla fuqarolari yig'ini. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Zahiriddin Muhammad Bobur Afg'onistonda ketar chog'i So'x tumanining qaysi qishlog'idan o'ziga askar saralab olib ketgan? Adashmasam Hushyor. Hushyordan, to'ppa-to'g'ri. So'x tumani juda ham yaxshi bilar ekansiz. Davom etamiz. So'x tumanidagi birinchi ochilgan televizion studiyaning nomi. Bu haqida 1 soat oldin suhbat bo'lgandi. Bundan xabaringiz bor? Nimaligini savolingiz? So'x tumanidagi birinchi tashkil etilgan televizion studiyaning nomi. Adashmasam Sitora, to'ppa-to'g'ri. So'x tumanidagi Qiziltog' qaysi hududda joylashgan? Qiziltog'. To'lda, to'ppa-to'g'ri. Yana savol beraman. So'x tumanidagi markaziy ko'chaning nomini ayting. Rovon. Rovon shaharchasidagi markaziy ko'cha. Adashmasam Amir Temur ko'chasi. Amir Temur ko'chasi, to'ppa-to'g'ri. So'x tumanida tashkil etilgan eng so'nggi mahalla fuqarolar yig'ini. Bunga ham ancha bo'ldi, lekin eng so'nggisi juda Oftobru, to'ppa-to'g'ri. Siz bizni testlarimizni olganmisiz? Hayron qolyapman. Xo'p, 28-sonli maktab qayerda joylashgan? 28-maktab Yaqinda tashkil etildi. Tez javob beramiz. Sizga imkoniyat berishim mumkin hududda. Hushyor. Juda ham to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Va sizga yana oxirgi savolni o'qib eshitiraman. Agar shunga to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lishadi. Mayli, marhamat. Tayyormisiz? Tayyorman. So'x tumani hokimining nomlarini aytib berishingiz kerak. Hozirgi hokim nomi? Ha, hozirgi. Amaldagi hokim. Hozirgi hokim nomi Saidburxonovich.
Mana bu olqishlar tabriklaymiz. Juda ham to'g'ri topdingiz. G'olib bo'ldingiz, to'g'risi chin yurakdan tabriklaymiz. Do'stim, salom tilaklaringiz bo'lsa marhamat yetkazishingiz mumkin. Avvalo shu fursatdan foydalanib, mening ustozlarim, qadrdon ustozlarim, birinchi o'rinda maktabimiz direktori Ravshanjon Minjonov, o'qituvchimiz Toshirjon Zoitov, Azim Ma'lum va kimyo o'qituvchimiz Hakim Salohiddin va keyingi o'rinlarda ota-onam va barcha meni tanigan bo'lganlarga alamgir salomlar yo'llab qolaman. Va shu fursatdan foydalanib yana kechagina bu jonimni tug'ilgan kunlari edi. Ularga uzoq umr, sehr salomatlik tilab qolaman. Rahmat. Sizga omad. Rahmat. Bu joningiz necha yoshda qarshiladilar? Kechagina 70 yoshni qarshi oldilar. Xo'p, 70 yoshda qarshilagan bu joningiz uchun So'qli yoshlar kanali nomidan Qaysi qo'shiqni qo'yib berishimizni xohlardingiz? Agarda imkoni bo'lsa, tojik tilida ona haqida. Albatta, imkonini topamiz. Yoshlar, So'qli yoshlar kanalini kuzatib boring. Albatta, tez orada bari Momoton برای مادران عزیز ما مادر کلامتان در دنیا از همه شخصی عزیز برایم مادر جان در وصفتان چون بلبل می‌سرایم. سرود برای بیبی کلام شما. سلامت باشید. Salomat bo'linglar. Rahmat. Davom etamiz. Mana shunday insonlarimiz onaxonlarni tabriklashyapti. Endi katta onaxonlarni tabriklashyapti. Keling, keyingi qo'ng'iroqda qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin, tanishamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismingiz? Mahmudjon Sobirjon, Demirtaşlardan. Vohidjon, Demirtaşlar tinchmi? Tinch. Charchamasdan ishlab yuribsiz. Tinch. Xo'p, o'yinga taqmasiz, qaysi yo'nalishni tanlaymiz? Ismlar. Sizga bitta savol beraman, agar shu savolimga javob bersangiz, o'yinni davom etamiz. Agar javob bera olmasangiz, xayrlashaman. Mayli. Demursatdagi, umuman tumandagi. Birinchi Demursatda nechanchi maktab bor edi? 3-maktab. Ana, O'sha maktabda boshlang'ich tashkilot yoshlar yetakchisi familiya ismi bilan aytsangiz, o'yinda davom etamiz. Turmamatov Doston. Endi o'yinga ruxsat berdik. Tayyor bo'lsangiz, ismlar bilan o'yin o'ynaymizmi? Ha, ismlar. Nima ketdik? Qaysi harfga tanlaymiz? Aga, bo'lmasa ketdik. Alisher. Abdug'ulom. Azamat. Tez. Abdujalil. Abduni olib tashlang, iltimos. U Abdujalil, Abdug'ulom, Abdutolib, Abduravshan, Abduiso, Abdumuso ketaveradi. Abduni olib tashlaysiz. Tayyormisiz? Davom etamiz. Ahmad. Akbar. Ha? Akbar. Azamat. Akbar Ali. Akbar Ali bilan Akbar qo'shdingizmi? Ino, Alini olib tashlab keyin xonni qo'shsangiz, jonni qo'shsangiz ketaveradi-da, bu bo'lmaydi. Keyingi ismni ayting. Alirzo. Ha? Alirzo. Alirzo. Ha, xo'p, buni qabul qildik. Davom etamiz. Abror. Anora bo'ladigan bo'lsa Abror. Tez. Ahror. Tez javob beramiz. Tez. Asror. Adiz. Anbar. Akram. Tez javob beramiz. Amir Said. Xo'p, javob beramiz. Azamat. Aminni aytdingizmi? Ahad. Ahadjon. Aytdingizmi? Ahad aytganman. Ahliddin bu. Ahliddin deb aytamiz. Ahliddinni aytyapman. Ha, siz Ahliddinni aytdingizmi? Ha. Ali. Ashraf. Tez javob. Ashur. Tez javob beramiz. Tez. Ha? Aslonbek. Mayli, Aslonbekdan qabul. Alovuddin. Hasan. Nima? Asadbek. Asadmi? Ha, Asad. Ayub. Ashur. Amir. Tez javob beramiz. Amir. Ha? Amir. Amirni men aytdim-ku.
Aslidim buni. Aslidim o'sha, aslidim bo'lsa davom etamiz. Asadulla. Asadbekdan aytishgan. Asqarali. Ha, xo'p, davom etamiz. Bo'lmasa Azim. Avval. Avaz. Siz ham topolsiz shekilda telefoningizdan, ha. Xo'p, Amin. Azim. Azimni aytganmiz. 1 Abdulla. Abdulloh to'ppa-to'g'ri. Abdurauf. Abduqodir. Abdini olib tashinglar, unaqa bo'lmaydi u hali, aytdim-ku. Keling shuni shu ukamizni g'olib deb topaylik. Ha, bo'pti, qarsak sizga. Xo'p, salomatliklar bo'lsa marhamat yetkazishingiz mumkin. Demirsa qishlog'iga alangali salom. Farg'onadan man Boburjon. Hozir siz Farg'onadamisiz? Hozir Farg'onada qolganmiz. Farg'onani qayerdasiz hozir? Hozir Farg'ona shahridaman. Farg'ona shahrida. So'xli yoshlar kanaliga a'zomisiz? A'zoman. Boburjon, o'qishga topshirganmisiz? Abituriyentmisiz deyman. Ha, abituriyentman. Xudo xolasa. Abituriyent DTVS testsiz qayerga chiqdi, xudo xolasa? Farg'onaga. Farg'onaga chiqdimi? Ha, chiqdi. Qoyili, hozir ko'pchilik 130 dan oshiq nafar yoshlarimizni abituriyentlik DTMlarida tez joyi So'x tumaniga chiqqan. Xudo xolasa ma'lumot o'rnida aytib o'tsam, efirdan foydalanib, ularni kolonna qilib hukumatimiz tomonidan, tumanimiz hokimiyati tomonidan So'x tumaniga olib kelish chora-tadbirlari olib borilyapti. Maqsad shuni ko'pchilikka yetkazish maqsadida aytib o'tyapman. Abituriyentlikda sizga omad tilaymiz. Xudo xolasa abituriyentlikdan qutulib, talabalar safiga qo'shilib oling. Xudo xolasa. Qo'ng'iroq uchun rahmat, sog' salomat bo'ling do'stim. Xo'p, rahmat. Rahmat. Yangiliklarga omad. Rahmat. So'xli yoshlar kanalini kuzating, yaqin daqiqalarda suhbatimizni albatta tinglashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Rahmat. Qolgan shunday YouTube tarmog'ida juda ko'pchilik yozishyapti. Hozir o'sha nimalarga to'xtalib o'tsaydi, bizdan gapiravering. bor edi. Gapiravering. Demak, bizda YouTube tarmog'ida chatda yozishyapti. Bizni ham nimalarimizni o'qib turinglar degan. Nimani? O'qiramiz. Kechirasiz, juda ham aloqa. Assalomu alaykum, Alek Esanov. Sizga ham assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xayrli aka, bezovta qilganimiz uchun uzr. Hop. Kechirasiz, men Tolibjon Ibrohimovman. Hozir kutilmagan surpriz bo'ldi aka. Jonli efirda qo'ng'iroq qilyapmiz. Men So'xli yoshlar kanalidan mana shu sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ruxsatsiz qo'ng'iroq qilganim uchun uzr so'rayman, lekin siz hozir jonli efirdasiz. Jonli efirda qanaqa? Hozir So'xli yoshlar Telegram kanali hamda ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da ham hozir jonli, Facebook'da ham jonli efirimiz ketyapti akajon. Hop, xizmat. Sizga shu fursatdan foydalanib bizdan iltimos qilishdi So'xli yoshlarimiz. Shu mana o'yinimizda ishtirok etgan yoshlarimiz aytishdi-ku, Xayrli aka Yuldoshev meni ustozim bo'ladilar. Shu o'yinda men ishtirok etganman deb shu iltimosini bajarishdi. Shu Xayrli aka Yuldoshev bir marta ovozlarini eshitdi deb, agar iloji bo'lsa sizni hozir butun So'xli yoshlar tomosha qilib tinglashyapti. Shunda bir tilaklaringizni aytib o'tsangiz akajon. So'xli deysizmi? Ha, So'xli aka. Farg'ona viloyati So'x. Demak So'x tuman teleradio kanali. Ha, xuddi shunday aka. Jonli efirdami? Jonli efirdasiz hozir aka. Hop. Demak, men yig'iladigan vazifa Iloji bo'lsa, hayo o'ynasangiz, juda ham xursand bo'lardik. Xayrga imkoningiz bormi? Yo'q, yutqazishimiz aniq. Yo'q, bir marta iltimos akajon. Juda ham ashaddiy muxlisizmiz. So'x tumanida juda ham ko'p muxlislaringiz. Bo'pti, siz bilan hayo o'ynaymiz o'mi. Boshladik. Xayrli aka. Boshladik. Siz savol berasiz, men javob beraman. Shunaqa qilaylikmi yo? Odatdagidek hayo deb javob berishingiz. Bo'ldi, boshladik. Boshladik. Ismingizni aytib o'tsangiz. Tolibjon Ibrohimovman. Tolibjon Ibrohimov? Xuddi shunday. Ha, yaxshi. Boshlovchimisiz? Niyatimiz bor, boshlovchilik qilyapmiz, Xudoga shukr hozirgi kunda. Ha. Bu hozir sizni ishlab turgan kanalingizni biz Farg'onada turib ko'ra olamizmi yo'qmi? Albatta ko'ra olasizlar. Ijtimoiy tarmoqlardan bor, YouTube'dan bor.
telekanalda-chi? Telekanalda xudo xolasa yaqin kunlarda bo'ladi. Agar siz televizor ko'rib turasiz, xayrli aka. Vaqt topiladi, bo'lamiz. Mana hozir shunday tuneringizda shunday poyezdga bersangiz, Suq TV chiqqan. Hozircha translyatsiya Suq TV borda. Xudo xolasa yaqin kunlarda mana hukumatimiz tomonidan shuncha g'amxo'rlik bo'lyapti. Yaqin kunlarda Suq TVni butun vodiy ko'rishi mumkin. Lekin hozir butun so'qliklar bizni suhbatimizni eshitib ko'rishyapti. Albatta, nafaqat so'qliklar, butun dunyo hozir tinglab tomosha qilyapti. YouTube tarmog'imizda hozir 1.200.000 hozir tomoshabinimiz bor ekan. Ayni paytda ya. Ayni paytda, lekin qancha hozir tomoshabin bo'layotganini men bila olmayapman, lekin shuncha podpiskamiz bor. Bor, ha, yaxshi. O'zi yaxshimisiz? Xudoga beada shukr. Xayr aka, siz meni tanimadingiz. Esingizdami? Men siz bilan Farg'ona shahrida bir mashinangizni qanaqadir tekshiruvga olib kelganingizda siz bilan tanishganman. Men aytganman, Tolibjon Ibrohimovman, So'xdan Dunyo FMda ishlaganman deganman. Keyin siz pultni menga ko'rsatgansiz. Telefon orqali mashinani pultini qanday ochishni eslab oladingizmi aka? Ha, bo'ldi. Siz menga o'sha paytda bitta ko'zim chaqashib ketgan. Mana shu esdalik uchun aka, bilasizmi? Shu Tojikistondan olib kelib sizga berganman aka. Hozir ham o'sha dunyoda ishlayapsizmi? Hozir mana nasib qilgan ekan, So'xda ishlab turibmiz, jon aka, So'x tumanidamiz. Ha, yaxshi. So'xliklarcha qanaqa ishlanaman dedim, men ko'p borganman mustaqillik namoyishlarida. Xayrli aka, shu fursatdan foydalanib bir sizga Xudo xolasa yaqin kunlarda bir katta tadbirni o'tkazish niyatimiz bor. Avvalambor mana shu davlat rahbarining g'amxo'rligi bilan mana So'x tumani hozir to'p o'zgarishlar eshigida turibmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa Xayrli aka, sizni mana shu kattakon tadbirlarimizga taklif qilsak, So'x tumaniga kela olasizmi? Chunki ko'p so'xliklarimiz mana hozir o'zim guvoh bo'lyapman, ko'p insonlar telefon qilib bizga tusha olmaydi. Qiyin bo'ladi. Lekin sizni bu haligi jonli ko'rish boshqa narsada. Xudo xolasa bir katta tadbirlarimizga taklif qilsak, So'xga kelish niyatingiz bormi aka? Amaliyot qo'yadi, albatta amaliyotga boramiz. Xudo xolasa kelib aka mana shu ha yo'q o'yinini hadeb qo'ydingiz. Mana chaqirishtirdi aka, jon aka. Vaqtimiz o'tib ketgandi. Voy, o'yin ketadimi? To'g'risi mana shu. Siz mana yonimdagi hozir musiqa bezakchimiz mana hozir boshimga qotirib, mana shuni taklif qiling, hayoq o'yini o'ynaysiz aka bilan deb aytgan edi. To'g'risi men xursand bo'ldim. Xayrli aka, so'xlik yoshlarga tilaklaringiz? Shu fursatdan foydalanib, mana hozir biz qo'shnida uyda o'tiribmiz. Biz bir ko'p qavatli uyda yashaymiz. Shu qo'shnilarimizdan birlari o'g'il-yaklar bo'lyapti. Shu o'g'il-yaklar qo'shni o'tiribdi. Marhamat. Ko'pchilik yaxshi o'tirsak bo'lardi, lekin karantinda faqat murojaat qilishimiz kerak-da. Xayrli aka, kechirasiz, boshlovchi telefon qilib tug'ilgan kun bilan tabriklasa qanaqa bo'lar ekan? Bir eshitaylik aka. Shuning uchun hozir men shu fursatdan foydalanib qo'shdim. Mana xudo xolasa bugun 41 yoshga ash olyaptilar akamiz. Mana shu fursatdan foydalanib qo'shnimga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deyman. Bundan umrlari uzoq bo'lsin. O'ylagan barcha niyatlarga erishsin. Xalqimizni, davlatimizni xizmatida bo'lib turgan do'stimiz Ilohim xalqimizni ishonchini olib, davlatimizni rahmatiga ega bo'lib, bola chaqasini halol yo'lda kelajagiga bir munosib bir inson bo'lib yurishligiga tilakdoshmiz. Yana bu meni chap tomonimda harbiy do'stimiz o'tiribdilar, akamiz bilan Samarqanddan kelganlar. Hozir mana shu yig'ilganimizga bir 2 soatdan oshdi, 2 soatdan buyon Farg'onani tarixida hali to'xtaganimiz yo'q to'g'risi. Mana qo'shnichilik qilishni boshlaganimizga 2 yilcha bo'lib qoldi. Mana endi mana uyushib bugun bir sabab bir bemalol o'tirdik. Hammamiz ham ishli odam bo'lganimiz uchun hech bir yig'ilolmasdik. Mana hozir Samarqandlik akamni yuragida Farg'onaga shuncha bir muhabbati bor ekan, 2 soatdan buyon Farg'ona bilan Samarqandni bir-biriga qiyosladi. Shunday bir chiroyli fikrlarda aytib o'tiribdiki, bu gapdan keyin odam Farg'onadan ko'chib ketdi ham, demaydi bir joyga. Qolgisi keladi Farg'onada, to'ppa-to'g'ri ekan. Shuning uchun aytadi, haligi bir shoirning gapi bor. Men vatanni deydi, jimgina sevdim deydi. Mana shu qo'shinlar deyapti. Vatanda shuncha yurakda muhabbat bor ekan, 2 yildan beri jim yurgan ekanlar. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Shunaqangi bir qanaqadir bir ilmli, tafakkurli, dunyoqarashli,
odamlar fikri farq bo'lmagan insonlarni qo'shilib qo'yganimdan xursand bo'lib turibman. Mana shu fursatdan foydalanib, mana vatan himoyasi, harbiy qo'shin, xalqimizni xizmatida boshqa sohada turgan bu pullarimiz nomidan butun mana shu so'qliklarga, tojik zabon, o'zbek zabon, qirg'iz zabon xalqimizga Farg'onadan alangali salomlarni yo'llab, kelayotgan mustaqillikning 29-yilligini chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Mana prezidentimiz mehribonchiligi o'sha qanaqadir yildan yilga o'zgarishlarni va ta'sir doirasida so'qdan mana bir yaxshilikka deydi, bir ish bo'lsa bir yaxshilikni ko'rish kerak-da, noqulay vaziyat. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Shu oldinda o'tib ketgan voqealarda shularni mana so'qga Farg'onadan to'g'ridan-to'g'ri avialiniya ochiladigan bo'ldi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bahona aytdi. Prezidentimizni so'zlari qarorlardan keyin xudo xohlasa so'qga borib kelish ham bir soatning ishi bo'lib qoladi. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. Mana keyin samolyotlarni yo'lga qo'yib olsak, hali so'qga har bayram o'zimizni qo'limizdan kelgancha xalqqa xizmat qilib yuramiz. Shuning uchun hozircha siz orqali shu so'qliklarga alangali salomlarni yo'llab qolaman. Men akam Samarqandda har qo'lda forscha salom berdi. Qani bering, bir aka bilan forscha bo'lsa ham so'zlashaveramiz aka. Forscha gapiring. Borgansiz xizmatga. Assalomu alaykum. Endi bilasiz, harbiylar gapi yo'q bo'ladi-da. Harbiylar gapi yo'q bo'ladi. Hozir aytdim, men sizdan ham zo'r tergapman o'zi aslida. Xayrli aka, lekin asosiysi o'zbek gapirgan to'pliklar bizni yaxshi to'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Shu qadrdonlarimiz orqali hamma ahliga alangali salom. Xayrli aka, avvalambor jonli muloqot uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. To'g'risi siz kutmagandingiz, lekin bilasizmi, haligi odam bilan uchrashmasa ham tog' bilan uchrashadi deydimi, qanaqa deydi? Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham, qarang, tog' bilan uchrashmasam odam bilan uchrashadi deydi. Mana hozir mana siz bilan g'oyibona uchrashib turibmiz. Men ancha oylar bo'ldi siz bilan ko'rishganimga aka. Lekin ko'nglimda bor edi, bir kun niyat qilgandim, Xudo xolasa mana siz bilan suhbatlashaman deb. Yana bir bor Xayrli aka, sizga minnatdorchilik bildiraman. Yana bir bor ishlaringizga omad, sizga sog' salomatlik tilayman. Oqshomingiz maroqli o'tsin, yaxshi insonlar bilan maza qilib suhbat qilib o'tiringlar. Ana o'z Samarqandlik akamizga ham aytib qo'yinglar, Samarqandga ketib qolmasinlar, chunki yaqin kunlarda samolyot yo'lga chiqsa, Xudo xolasa so'qqa ham kelishini kutib qolamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Xayrli aka, rahmat aka, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Mana shunday teletomoshabinlar, mana shunday ko'rdingiz, biz So'qlik yoshlar mana hozir Ruxsor teleradio kanalining boshlovchisi aziz insonimiz Xayrli Yo'ldashev bilan jonli efirda bo'ldik va keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Bemursatlik ukamizni talablariga binoan Xayrli Yo'ldashev bilan suhbat qildik. Shundaymi? Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, oqshom xayrli bo'lsin, tanishamiz. Men Javohir Ozodbek. Ozodbek, tudingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Xo'p, qaysi o'yinda o'ynaymiz? Ismlarda. Xo'p, bo'lmasa O harfidan boshladik. Mayli. Ozodbek. Oqil. Oydin. Oysha. Olim. Otabek. Og'abek. Oybek. Obid. Odina. Odil. Oyatulloh. Olim. Omina. Ha? Omina. Ha, Orozbek. Ozoda. Ozodani aytmadimmi men? Ha, Ozodbek aytdik. Ha, bo'pti. Orasida. Olma. Oxunjon Madaliyev. Oynisa. Oftoba. Oyjamol. Oyjamol bo'lsa, xo'p. Oyatulloh. Otashboy. Kim? Otashboy. To'ppa-to'g'ri. Juda ham to'g'ri. Davom etamiz. Olchin. Olam. Kim? Olam. To'g'ri. Ha. Juda ham to'g'ri. Orif. Oydin. Ortiq. Oyguli. Qosim.
Asiya. Osimni biz aytyapmiz, siz ayting boshqasini. Asiya. Osiyo bor lekin to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Keling, sizni bugungi o'yinimizga g'olib deb topsak. Rahmat uchun salom tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat. Sog' salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun rahmat. Salom tilaklar bo'lsa marhamat. Men dadam bilan oyimni yaxshi ko'raman. Ular ham sizni yaxshi ko'radi. Dadangiz va oyingiz vaqtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Rahmat kattakon. SMS yuborib qo'ying, sizga sovg'alarimizni yuboramiz. Efirdan keyin biz bilan bog'laning albatta. Mayli. Rahmat, sog' bo'ling. Tolbaka ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p yozishyapti. O'qiymiz ijtimoiy tarmoqlarda. Alik Esanovni o'qidik. Sizni kuzatishda davom etyapmiz. Yaxshi intellektual savollar bo'lyapti. Rahmat. Keyin Qozog'istonni тоже есть чуй ближе Karagandinki oblast deyapti. To'g'ri. Xurshidbek Hakimov nomerda yozib olinglar deyishdi. Nomer necha deyishdi. Bundan tashqari Segab Ravshan Rubek Qoyil deyishdi. Rahmat. Rahmat Rubek salom. Nomerim chan telefon bilan yana deyapti. Mirzoyev Mas'ud Mirzoyev qanday? Ustozimizni 1 soatga salom. Yana Ulug'bek senga salom alohida. Ravshan Xatmanam Xon hammaga omad, Sulton Ibrahimov sizlarga ham omad. Yegor Ivanovdan davom etayotganingizdan biz bag'oyatda xursandmiz. Shuning uchun qalban biz birgamiz. Ramzan yozishyapti. Yetib savollarni bilganda ham hali eshitayotgan odam ham nimadir o'rganishi mumkin. Shuni maqsad qilganmiz. Eng asosiy maqsad yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Hozir karantin davrida, pandemiyada ozgina bo'lsa ham muomala madaniyatini shakllantirish. Keyingi paytda yoshlarimiz juda qo'pollashib ketyapti. Bundan tashqari bizda shaharlarda o'xshagan hali efirlarga chiqish imkoniyati yo'q. Bizda to'g'ri jonli efirimiz hali nima darajasida bo'lmasa ham, shunga o'ylaymanki ozgina bo'lsa ham ko'mak bo'ladi va nima deydi, boshlang'ich hali ko'nikma bo'ladi degan. Shuning uchun sizlardan bir narsani iltimos qilamiz, hurmatli vatandoshlar. Bir odamni yomon desang, yomon bo'lib ketaveradi. Bizi gaplarimiz tariximiz, so'qti tariximizni birinchi marta mana shu so'qli yoshlar tomonidan jonli efirlar tashkil qilingan. Sizlar aksincha bizni qoralash o'rniga, mayli biz xafa bo'lmaymiz, bizni qoralash o'rniga aksincha bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana yozayotganlar bor. Dunyoni qaysidir davlatlardan, Rossiyadan yozyaptilar. Aka rahmat, xursand bo'lyapmiz shu. Shuning uchun bizda kamchiliklar bo'ladi. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Lekin kelajakda Xudo xolasa biz ham yaxshi bo'lamiz. Mana ustozimiz 1 soat oldin aytgan. So'xda mana shu tashkil etilgan birinchi Sitora televizion kanalida bitta katta video mikrofon, elektronika video mikrofon bilan bitta bir Panasonic kamera bilan boshlangan. Juda ham haligi nimasi ahvol og'ir bo'lgan. Efirda orqasi hech qanaqa fon bo'lmagan. Shunday pardalar bilan bo'lgan. Mana davlatimizni g'amxo'rligi bilan O'zbekiston Respublikasi muhtaram prezidentimizni g'amxo'rliklari bilan So'xga qarang qancha e'tibor berildi. Hozir mana yaqin kunlarda, hozir mana jonli efirda o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Ruxsor radiosining boshlovchisi Xayriya Yo'ldoshev bilan jonli suhbat qurdi. U inson mana qanday gapirib berdilar. Shuning uchun Tolibga yana yozishyapti. Mana soat 21:00 bo'libdi. Sizlar ish joyidasizlar. To'ppa-to'g'ri. Nima maqsad? Shu haqida gapirib o'tsanglar. Maqsadimiz albatta shu, faqat yoshlarda bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish, ozgina bo'lsa ham ularga yaxshi kayfiyat ulashish. Bundan tashqari bizni o'yinimizda ishtirok etayotganlarga arzimagan bo'lsa ham bizning sovg'alarimiz bor. Uni olgan odam albatta eslab yuradi. Men shu o'yinda ishtirok etganman, shu narsani yutganman deydi-da. O'ylaymizki qandaydir xursand bo'lishadi. Barcha so'qlik abituriyentlarga omad tilaymiz deyishdi. Rahmat. Rayzaboron xursand bo'ldim deyishdi. Biz ham xursandmiz. Men doimiy sizlar bilan birga va keyin ham birgamiz, Xudo xolasa. Albatta juda ham xursandmiz bizni tushunganingiz uchun. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Rayzaboron, mana shu gapingizga rahmat, xursand bo'ldik. Men o'tgan safar bir qanaqadir nima o'tkazdim, Viktorni o'tkazdim. Yoshlar shou sizga ma'qul bo'layaptimi, yo'qmi degan. Aksincha Albatta ma'qul bo'ldi deganlari 65% di, umuman farqi yo'q degani 15% di, yo'q deganlari xullas nima bo'lgan taqdirda ham mana hozir kimlardir bizni eshitishyapti, tinglashyapti. Biz hozir mana ishxonadamiz. To'g'ri aytdingiz Rezaboron. Bizga bunga hech qanaqa qo'shimcha pul berilmaydi. Bu efirni qilsak ham, qilmasak ham oyligimizni davlat beradi. Lekin biz vijdonan yondashyapmiz. Shu yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida.
Men ham Ravshanbek aka mana bu xodimlar ham hammamiz uyga borib o'tirsak bo'lardi. Hozir davlatimizni tinchligi uchun, davlatligimizni ravnaqi uchun harakat qilayotgan insonlar oz emas. Shu qatorda biz ham vijdonimiz chidamasdan kelib mana shu yerda hozir ishlayapmiz. Qancha yoshlarimiz mamnun Sizlarga bo'lyapti. rahmat deyishibdi, rahmat. Salom, so'qda nima yangiliklar, o'shani aytinglar deyishyapti. Eng so'nggi yangilikni aytib o'tsak Tolib aka, hozirgi kunda yaqinda xudo xolasa mustaqilligimiz bo'ladi. Bundan keyin 2-3 sentyabr kuni So'q tumanida oliy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirish uchun tarixda ilk marotaba So'q tumanida test bo'ladi. Stadionlarimiz test uchun tayyor shay holatiga keltirilgan. Qanday o'sha Farg'onada yoki boshqa shaharlarda imtihon qanday o'tkazilsa, bizni So'q tumanimizda ham xuddi shu tartibda o'tkaziladi. Shuning uchun eng so'nggi yangiligimiz shu. Bundan tashqari xudo xolasa yaqinda samolyotlar, vertolyotlar So'q tumaniga yo'lga qo'yiladi. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, yana bir bor barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Bizga yaqindan yordam bergan aziz insonlarga. Xudo xolasa keyingi efirlarimizni juma kuni qilamiz. Panshanba kuni bo'ladigan endi panshanba kuni qilsak yana shanba kuni efir qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun juma kuni xudo xolasa jonli efirimiz bo'ladi. Juma kunida xudo xolasa sizlar bilan yana diydorlashamiz, suhbatlashamiz. Biz bilan hamkorlik qilishni istagi bo'lgan yoshlarimizni marhamat bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin va bizga qo'ng'iroq bo'lyapti. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin, tanishamiz. Men Shodiboy Boboyev So'q tumanidan. Shodiboy dedingizmi? Ha, Shodiboy. So'qda qayerdansiz? Bizni YouTube'da tomosha qilyapsiz shekilli hozir. Qiziqroq qishloq. YouTube'da tomosha qilyapsiz hozir bizni? Qayerda? Xo'p, davom etamiz. Hozir bizni qayerda tomosha qilyapsiz? Tinglab tomosha qilyapsiz hozir. Farg'onada tomosha qilyapman. Farg'onadamisiz hozir? Ha, Farg'onada. Qayerdasiz Farg'onada? Farg'ona shu Sentrda. Xo'p, o'yinga tayyormisiz? Ha, tayyor. Qaysi yo'nalishlarda? Shaxtlarda Davlatlar va ularning poytaxtlari, sport olami, ismlar, So'q tumani. So'q tumani haqida bilasizmi va albatta qiziqarli savollar. Ha, yo'q. qiziqarli savollardan bo'lsin. Qiziqarli savollardan bo'lsa davom etamiz. Tayyormisiz? Ha, bo'ldi. Ismingiz nima dedingiz? Alo. Shodiboy. Shodiboy, qiziqarli savolda boshladik. 1 kilo tosh og'irmi, 1 kilo paxtami? Teng ikkalasi. Ikkalasi teng. Davom etamiz. Keyingi savol. Qayerda quruq tosh bo'lmaydi? Suvda ichida. Suvni ichida. To'ppa to'g'ri. Birinchi tuxum paydo bo'lganmi, tovuqmi? Albatta tovuq. Tovuq qayerdan paydo bo'lgan? Tovuq tuxumdan bo'ladi. Tuxum qayerdan paydo bo'lgan? Bilmadim. Hozir birinchi tovuqingiz-ku. Xo'p, yana sizga savol. O'sha akka deymiz-a? Akkani bilasizmi, akkani? Ha, Qarg'ani sherik akka bor-ku. bo'ldi. O'sha akka necha yil umr ko'radi taxminan? Taxminmi? Ha, 2 yil. 2 yil. Xo'p, 200 yil. itning 1 yoshligi insonning necha yoshligi bilan teng? Ha? 1 yil yoshligi insonning 2 yoshiga teng. Ha? 1 yilda. Yo'q, biz masalan 1 yilda 1 yosh bo'lamiz. It lekin qanchada 1 yoshlik bo'ladi? Mana, qiziq savol. 9. Ha? 9 oymi? He, buni men ham bilmayman, shuning uchun bu qiziqarli savollar deganimizdan. Sizga savollarni o'qishtiraman, diqqat bilan eshiting. Banan o'tmi, mevami? Banan meva. Aslida o'tga ko'karar ekan. Tez. Keyingisini o'qib eshitiraman. Apelsinda vitamin C ko'pmi yoki qulpinaydami? Apelsin. Afsus, bunga ham topa olmadingiz, qulpinayda ko'p ekan. Qaysi sovun ko'proq gigiyena talablariga javob beradi? Qaysi sovun ko'proq gigiyena talablariga javob beradi? Qanday savol? Qaysi sovun? Yoki qanday sovun? Oddiy sovunda u, nomini aytsangiz bo'ldi. Kir sovun. Qaysi sovun? Kir sovun. Juda ham to'g'ri. Inson tanasining eng qattiq yemiruvchi bu
Suyak. Harakatsizlik. Tan bilish ko'proq hid bilanmi yoki til bilanmi? Qachon o'qiyapsiz? Tan bilish ko'proq hid bilanmi yoki til bilanmi? Biror narsani tan. Afsus, buni ham topolmadingiz. Hid Yana bir bilan. xatolik qilsangiz siz bilan xayrlashamiz do'stim. Kivi mevasida qaysi vitamin ko'p? Kivida? Aha, qaysi vitamin ko'p? Krasnoy. Nima, oqsin? Yo'q. Vitamin. Ha, vitamin. A, B, C, D vitaminlar bo'ladi-yu, qaysi B biri? vitamin. Afsus topolmadingiz, shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Abituriyentmisiz? Albatta. Farg'onada bo'lsangiz, DTMni oldingizmi? Ha, oldim. DTMingiz qayerga chiqdi? Test topshirgan. Farg'onaga. Voy, juda ham xursandmiz. Siz ham baxtli odamlardan birisiz. Hozirgi kunda viloyatda 130 dan oshiq yoshlarimizni DTMimiz So'x tumaniga chiqqan. Ha. Fursatdan foydalanib nima degan bo'lardingiz abituriyentlarga? Barcha topiladigan abituriyentlarga omad tilab qolamiz. Ular tarafdan o'zimizdan albatta studentlikka bo'laylik. Albatta, sizga ham omad, iloyim testlarda muvaffaqiyatli topshirib, talabalik oltin davrim dedi-yu, o'sha baxt sizga ham nasib etsin. Rahmat Qumrochim, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Ravshanbek vaqt oliy hakam deyishadi. Shunday ekan vaqtimiz ham yaqinlashib qoldi. Shunday ekan barchaga bugun biz bilan bog'langan, biz bilan savol javob qilgan, o'yinda ishtirok etgan barcha insonlarimizga, xoh u So'xdan bo'lsin, xoh u viloyatdan, xoh u boshqa yerdan, xoh u dunyoning qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar biz bilan birga bo'lgan insonlarga So'xlik yoshlar kanali nomidan alohida minnatdorchilik bildiramiz. Shunday ekan yanagi efirlarimizda juma kuni efirlarimizda uchrashguncha sog' salomat bo'lib qoling deb qo'yamiz. Marhamat Ravshanbek. Albatta, barchaga oqshom xayrli o'tsin, barchaga omad doimo yor bo'lsin. Eng muhimi inson uchun sog'lik, hamma sog' salomat bo'lsin. Birinchi navbatda albatta sog' bo'lsak, keyin hammasi albatta yaxshi zo'r bo'lib ketadi. Kelayotgan mustaqillik bayramimiz yurtimizning 29 yilligi barchamizga muborak bo'lsin. Iloyim shu mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Barchaga omad tilagan holda abituriyentlarimizga hozirgi kunda faqat meni o'y xayolim abituriyentlarda abituriyentlarga omad yor bo'lsin. Iloyim shu 500 ta berilgan kvotadan unumli foydalanib, So'xlik ko'pgina yoshlarimiz talabalik baxtiga muyassar bo'lsin. Rahmat barchaga yana bir bor sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Xizmatingizda Tolibjon Ibrohimov, Ravshanbek Komilov va Botir Ali Akbaraliyev hamda Isojon Mastonovlar bo'ldi. Shu fursatdan foydalanib yana bir bor ijtimoiy tarmoqda bizga yaqindan yordam bergan So'x tumani matbuot bo'limi boshlig'i Anvarjon Jo'rayevga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz hamda ustozimiz Mastaka Mirzoyevga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Juma kungi efirlarimizgacha uchrashguncha sog' salomat bo'ling va efirimiz so'ngida sizlar uchun ajoyib tarona So'xlik yoshlardan uzoqlashmang. Rahmat. Sog' bo'linglar. Efirlarimiz ham